Assalomu alaykum. Bugun ikkita mavzu qo'yganmiz. Mana shu ikki mavzu atrofida suhbat qilib fikrlashishimiz kerak, muloqot qilishimiz kerak. Birinchisi bu mana shu Mirziyoyev murojaat qilganlarning birontasini eshitdimi degan mavzu. Ikkinchi mavzu korrupsiyaga qarshi e'lon qilingan favqulodda holat yoki favqulodda kurash natija berdimi? Mana 7 oy o'tdi. 2026-yilni ham 7 oy o'tayaptiki, qani bu sohadagi korrupsiyaga qarshi e'lon qilingan favqulodda holat, favqulodda kurash natijasi bormi jamiyatda? Mana shularni muhokama qilishimiz kerak-da. Bundan maqsad nima? Bu mavzularni atrofida fikrlashish, muloqot qilishdan maqsad nima? Mana o'shanga kelamiz, aytamiz. Mana ijtimoiy tarmoqlarda dod deydi, yig'laydi. Mana so'nggi vaqtlarda bugun ham qaradim, 85 yoshli onasi o'z uyiga kirolmayotganiga Mirziyoyevga murojaat qilib turibdi. Ijtimoiy tarmoqda mana bugun. Ilgariroq ko'zim tushdiki, sobiq Milliy xavfsizlik raisi Ixtiyor Abdullayevning mana ayoli, onasi murojaat qilib turibdiki, sizga sadoqatli edi. Sizga bizning murojaatimiz yetib bormayapti, deyapti. Garchi Mirziyoyevning o'zi aytadiki, yer tagida ilon qimirlasa bilaman deydi. Qo'limga qalam olib ijtimoiy tarmoqlarni kuzatib boraman deydi. Qancha odamlar, onalar, otalar, ayollar go otajon deb murojaat qiladi, go muhtaram deydi, prezidentim deydi, yalinadi, yolvoradi ijtimoiy tarmoqda. Qani birontani eshitib ohu dodini hal etdimi? Mana shu 10 yil davomida prezident xalq qabulxonasini tashkil qilib qo'yibdi. Qani o'sha xalq qabulxonasiga minglab, millionlab murojaat qilganlar? Sizlarni xo'p eshitar o'sha yerda o'tirganlar. Lekin muammozda xolis qonun doirasida hal qilganlar bormi? Mayli, ana o'sha masalalarda endi nega buni aytayapman? Buni ko'plab 50-60 ta qonun ustuvor bo'lgan mamlakatlar, davlatlar bor. O'sha davlatlarning fuqarolari birortasi davlat boshlig'iga, prezidentga yoki hukumat boshlig'iga yalinib, yalvorib murojaat qiladimi? Yig'laydimi? Mening prezidentim deydimi? Otajon deydimi? Yo'q. Tanqid qiladi. Mana Trampga o'sha 300 milliondan ortiq Amerika xalqini birortasi chiqib, muhtaram mening prezidentim deb murojaat qiladimi? Yordam bering deydimi? Yalinadimi yoki Trampni otajon deydimi? Yo'q. Avvalo o'sha tomonlar o'zaro kelisha olmasa sudga murojaat qiladi. Bo'ldi. Chunki u yerda qonun ustuvor. Qonun ishlayapti. Hech kim prezidentga murojaat qilmaydi. Mening muammomni hal qilib bering. Menga yordam bering. Meni uyimni tortib olyapti. Meni mulkimni tortib olyapti. Mening bolamni organlarda urib o'ltirdi. Bolamni tobutini keltirib bering. Bolalarimizni, farzandlarimizni o'sha Rossiya qamoqxonalaridan mamlakatimizga o'tkazishga yordam bering deb yalinishadi. Ko'plab Telegram kanallar tashkil qilib o'sha guruhlar, onalar o'sha yerda dod deyishadi. Anda sonda menga ham tashlab turishadi. To'da bo'lib deydi, yig'ilib boraylik.
prezidenti oldiga yig'laylik deydi. Mana shunday deydi. Mana eshitib turibdi o'sha onalar. Yig'laylik, yolvoraylik, oyog'iga yotaylik deydi. Hayron qolasan. Qani qaysi mamlakatda qonun ishlayotgan, qonun ustuvor bo'lgan mamlakatlarda shunday holat bormi? Yo'q. O'sha prezidentdan yuklangan vazifalarni berilgan vakolatlardan kelib chiqib bajaradi. Qonundan ustuvor emas hech kim prezidentiga yoki hukumat rahbariga yalinmaydi ham, murojaat qilmaydi. Boya aytganimdek, yechib bo'lmagan, hal etilmagan, haqiqat qaror topmagan masalalar bo'yicha sudga murojaat qiladi. Bo'ldi, sud qonun bo'yicha ishlaydi. Xolis adolatli qarorni chiqaradi. Ikki tomonlar ham yoki shikoyat qilgan yoki javobgar tomonlar ham rozi bo'lib ketaveradi. Shunaqa jamiyat. Qani aytinglar. Shuncha yalinasizlar, yolvorasizlar, yig'laysizlar. Mirziyoyevga murojaat qilib, birortangni eshitdimi? Nima qilish kerak? Qonun ishlash kerak. Bizda qonun ishlamaydi. Agar qonun ishlasa hech kim bunaqa prezidentga yalinmaydi ham, yolvormaydi ham, yig'lamaydi ham, otajonam demaydi. Hech kim mulkini tortib olmaydi, hech kim uyini tortib olmaydi. Hech kimni urib o'ltirmaydi organlarda. Buning uchun nima qilish kerak? Qonun ishlash uchun partiyaga birlashish kerak. Xolis mustaqil, mana shu mustaqil partiyalarga birlashsa xalq, mustaqil partiyalar ro'yxatdan o'tib siyosiy maydonga chiqsa, nima bo'ladi? Saylovlar halol bo'ladi, erkin bo'ladi, shaffof bo'ladi. Hozirgi yig'layotganlar, Mirziyoyevga yolvorayotganlar, otajon deb tiz cho'kayotganlar hojat qilmaydi. Ular tanlab saylaydi deputatlarini, prezidentini. Ha o'sha tanlab saylagan deputatlar qat'iy xalqning manfaati yo'lida xizmat qiladi, qonunlar chiqaradi, mustaqil bo'ladi. Parlament mustaqil bo'lgandan keyin sud organlari mustaqil bo'ladi. So'z erkinligi ta'minlanadi. Mulk daxlsizligi ta'minlanadi. Odamlar qonun doirasida erkin yashaydi, faoliyat qiladi, muammolarini faqat sud orqali murojaat qiladi. Sudning qarorlari orqali masalalari hal etiladi. Yo'q, partiyaga birlashmasangiz ekansiz, mana bunday yig'lab yuraverasiz, dod deyverasiz, yalinasiz, yolvorasiz. Hech kim sizni eshitmaydi. Kim eshityapti sizni? Hokimiz eshityaptimi? Hokimda nima deb qo'yibdi Mirziyoyev? Bu mening vakillarim deyapti. Konstitutsiyaviy vakilim. Bu hokimni hech kim muhokama qilishga haqqi yo'q deyapti. Hech kimga huquq bermayapti. Ya'ni o'zi tayinlagan o'sha hokimni. Ko'plarni ko'rib turibsizlar, o'sha hokimning layoqatini, salohiyatini ko'rib turibsizlar. Endi uni ham muhokama qilishga hech kimning haqqi yo'q deyapti. Hamma eshitdilaring. Hech kimni muhokama qilishga haqqi bo'lmaganiga u bilgan ishini qilyapti. Mirziyoyev mening fikrim shundayki, hokimlarga bilgan ishingni qil deyapti. Mening hokimiyatimni qo'riqlasang, menga sadoqat bilan xizmat qilsang, xalqni nima qilsang qilaver, bilganingni qil deyapti. Shu xulosa kelib chiqadi. Hokimni hech kim muhokama qilishga haqqi yo'q deb yuksak minbardan turib aytayotganiga xulosa shu. Hokimga aytayapti: menga sadoqatli bo'l, mening yakka hokimligimga xizmat qil,
Shuni asrashga xizmat qil, bilganingni qilaver xalq bilan deyapti. Endi shunday ekan, ikkinchi tomondan o'zining hokimiyatiga xizmat qilib qo'riqlashni topshiryapti, chunki hokimlarga o'sha viloyatidagi prokuraturasi ham, kuch ishlatlar tuzilmasi ham, DXX ham bo'ysunadi hozir. Diqqatilmaydi. Davlat xavfsizlik xizmati ham yo'q, bizni kuzatadi. Hokimlarga tiq etib nima qilyapsan, nega qonunni buzyapsan deya olmaydi. Shu jihatdan hozir mana mamlakatda nafaqat qonunda ishlash, umuman bosh-boshdoqlik, tuturuqsizlik. Mirziyoyevning mening shaxsiy fikrim xalq o'rtasida hurmati ham yuksak emas, ishonmaydi ham. Bunga o'zi sababchi. Chunki hamma joyga ochiqchasiga huquq beraverdi hokimlarga ham, bilganingni qil deyapti. Ya'ni hech kimni muhokama qilishga haqqi yo'q degandan keyin shu-da. Shu jihatdan mana o'zining ham obro'yi shu darajada mamlakatdagi boshqaruv ishdan chiqqan deb hisoblayman. Buni hammasini bartaraf qilish, qonunda ishlatish, qonun ustuvorligini ta'minlash faqat xalqni partiyaga birlashib, ro'yxatdan o'tkazib siyosiy maydonga olib chiqishi, olib chiqdimi, saylovlar so'zsiz halol bo'ladi, raqobatli bo'ladi, shaffof bo'ladi. Biz saylovchilar bugungi kunda Mirziyoyevga yig'lab, yalvorib yetganlar erkin tanlab saylaydi. Ana ular xizmat qiladi. Zarurat qolmaydi. Yig'lamaysizlar, yalinmaysizlar. Yalinganlaring bilan hech eshitayotgani yo'q Mirziyoyev, eshitmaydi ham. Mana bu bir jihati. Endi ikkinchi jihatdan, ikkinchi mavzu, mana ko'rdilaringiz, 2025-yilning oxirida mana Oliy Majlisga murojaatida Shavkat Mirziyoyev nima degan edi? Mana 2026-yilda korrupsiyaga qarshi kurashishda favqulodda holat deb e'lon qiluvdi. Ya'ni favqulodda kurashamiz. Qachon favqulodda e'lon qilinadi? Qachonki mamlakatga dushman bostirib kirsa, favqulodda holat e'lon qilinadi. Nihoyatda mana tabiiy ofatlar yoki shunaqa bir zilzilalar bo'lib vayron qiluvchi yer qimirlashlar bo'lsa, favqulodda holat e'lon qilinadi. Yoki mamlakatda shunaqa qurg'oqchilik kelib, boshqa tabiiy ofatlar tufayli ocharchilik holatiga kelsa, favqulodda e'lon qilinadi. Mana korrupsiyaniga qarshi kurashishda mana favqulodda holat e'lon qildi. Mana uning o'tgan 9 yil yoki hozirgi bilan 10 yil prezidentlik davrida mana qayerga kelib qoldik, o'zi tan olayapti. Favqulodda holat e'lon qilish orqali mamlakatni jar yoqasiga olib kelib qo'yganini o'zi tan oldi-yu bu bilan. Aytdi. Nima dedi? Bu korrupsiya jamiyat tanasidagi saraton dedi. Korrupsiyani o'q ildizini topishimiz kerak dedi. Dabdaba va hashamatlarni ildizini quritishimiz kerak dedi. Mana e'lon qildi. Qani nima natija berdi? O'tgan mana 7 oy o'tdi. Uning mana Konstitutsiyaga xoinlik qilgan mana bosh prokurorlari maishiy hali unvonni oshirayotganda maishiy korrupsiyani bartaraf etaman deb so'z beraman dedi. Hali general mayorligiga general leytenant berayotganiga. Men bu prokuraturaning qonunlarda hamma joyda bir xilda og'ishmasdan bajarishini ustidan nazorat qiluvchi bu prokuraturaning nafaqat bu Nigmatilla Yo'ldoshev, bu Bahriddin Valiyevning faoliyati haqida, Svetlana Ortiqova boshqasini ham navbatdagi zillarda aytamiz. Dalil isboti bilan.
qanaqa qonunlarni yakson qilayotganligini. Qani? Qani korrupsiyani o'q ildizini topganligi. Korrupsiya o'zi nima bu? Korrupsiya bu jinoyat degani. Jinoiy qilmish degani. Korrupsiya ishtirokchilari bu jinoyatchilar degani, qonun tili bilan aytganda. Korrupsiya nafaqat bu pul, pora berish, unga vositachilik qilish yoki porani olish. Nafaqat bu. Korrupsiyaning tarkibiy qismi bu nepotizm. Ya'ni amaldor vakolatidan foydalanib o'zining qarindosh urug'larini lavozim beradi, ularning boyishiga shart-sharoitlar yaratib beradi. Mana bu eng xavfli korrupsiya. Bunday joyda davlatning boshqaruviga samara ham bo'lmaydi, sifat ham bo'lmaydi. Chunki qarg'ani ko'zini hech o'qimaydi. Davlatning muhim lavozimlarini bu nepotizm yo'li bilan qarindosh urug'chilik, tanish bilishchilik bilan bo'lib taqsimlab bersa, muhim va hal qiluvchi lavozimlarini boshqaruvda samara bo'ladimi? Nega samara bo'lmaydi? Chunki ularning har birining gapi qonundan, konstitutsiyadan ustun turadi. Qani Mirziyoyevni nima dedi yana? Har bir idoraga kirib boramiz. Nopok shaxslarni aniqlaymiz, topamiz. Qani topgan? Topsa oldi. Davlatning tepasiga turgan nopoklarda topish kerak. Mana u qani chiqib ko'rsatsin. Xalq biladi, biz ham bilamiz. Hozir aytamiz ham. Ha qani ko'rsatsin Mirziyoyev. Mana nopok deb. Qayerdagi ijrochilarni ko'rsatadi, maylala. Davlat aktivlarini boshqarish agentligi yoki ichki ishlar vazirining o'rinbosari yoki jazoni ijro etish departamenti boshlig'i, ular hammasi ijrochilar. Mirziyoyevning qarindosh urug'ini ko'rsatmasini bajaruvchi odamlar ular. Qarindosh urug'lari. Qizi ikkinchi shaxs. Nima dedi u? İlk bor mana intervyu berdi. Intervyuda mana kimligi aniq bo'ladi odamni. Mana ikkinchi shaxs bo'lib, mening maqsadim dedi. Otamning baxtli qilish dedi. Xalqqa xizmat qilish degani yo'q. Otasi nima dedi? Menga diplomlar kerak emas, menga sadoqatlar kerak dedi. Aytmadi. Xalqqa sadoqat bilan xizmat qiluvchilar, vatanga sadoqat bilan xizmat qiluvchilar demadi. Qonunga xizmat qiluvchilar demadi, menga xizmat qiluvchilar dedi otasi ham. Qani, mana qani aytinglar, shu o'qildizi kim? Kimlar? Jamiyat tanasidagi saratonlar kimlar? Dabdaba hashamatlarni qilayotganlar kimlar? Mana muloqotda aytingizlar fikrlaringizni. Marhamat. Kimlar? Menga e'tiroz bildirishadi. Domla ko'p gapirasiz, boshqaga so'z bermaysiz. Marhamat. Bizning odamlar Ibrohim Haqqul aytgandek nafaqat haqiqatni gapira oladi. Aksariyat haqiqatni eshitishdan ham qo'rqadi deb aytgan edi rahmatli Ibrohim Haqqulov. Marhamat. Gapiringizlar. Kim so'z? Mana korrupsiyani tan olyapti o'zi Mirziyoyev. Jamiyatni izdan chiqaruvchi holat deyapti. Izdan chiqaryapti deyapti. Marhamat, gapiruvchilar bormi? Qancha kishi qatnashyapti Telegramda?
Baramat mana. Yo'qmi gapiruvchilar? Domla, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Men Jahongirman. Bu gapiruvchilar menimcha keyinroq kirsa kerak. Bilmadim endi qachon kirishini. Jahongir, bu muloqot qilishdan maqsad faqat men Jahongir bilan gaplashavermasligim kerak-da. Bu ben bu yerda biz ham vaqtimiz ko'pligidan o'tirganimiz yo'q. Mana men aytay. Yana o'rni keldi. Yoshlar. Mana yoshlar. Qani yoshlar? Ya yoshlarga meni aytishadi. Yo'l bermayapti bu yosh kattalar deb. Qani sen yoshlar? Qani yoshlar sizlar? Bor bizni atrofimizda yoshlar bor. Mana hozirgi gapirayotgan Jahongir ham yosh navqiron. Bular o'z tashabbusi bilan mana shu partiyaga tashabbuskorlari bo'lib birlashgan. Qani boshqa yoshlar? Men bir ikki masalani aytib qo'yay. Mana bugun. Mana mamlakat ichida ancha-muncha kanallar bor. YouTube kanallari bor. Nihoyatda bilimdon, dona va aqlli yigitlar chiqib, deyarli har kuni o'sha eng katta YouTube kanallarida fikrlarini bildiradi. Siyosatshunoslar, iqtisodchilar ko'plab. Ana o'shalarda ichida albatta u nihoyatda o'ta bilimlilar bor yigitlar. Ana o'sha yigitlar men ham eshitib turaman. Albatta mana G'arb o'sha falsafasini, liberalizmni va hokazolarni aytadi. Yosh yigitlar o'shalar borgan bo'lsa 40 yoshga borgan. Nazariy jihatdan puxta bilimga ega. O'sha Platon, Aristotel davridan boshlab siyosatshunoslikda umuman mana italiyalik Pareto hammasini yaxshi nazariyasini biladi bular. Xalqni siyosiy ongini, tafakkurini, huquqiy ongini yuksaltirishga xizmat qilyapti. Ko'plab kitoblarni tarjima qilyapti bu yigitlar. Hammasiga rahmat. Bu samimiy xizmatlari uchun. Lekin masalan bir jihati bor. Men onda sonda ularning fikrida nihoyatda men kelishmaydigan tomonlarni eshitib turaman. Men shular nima deydi? Bu erkin jamiyatni biz ko'rmaymiz deydi. Ko'rmasak kerak. Bizdan keyingilar. Ya'ni bularning o'zi endi 40 yoshga boryapti. Qarangki ular o'zlari puxta nazariy bilimga ega. Lekin xalqqa tafakkurini, siyosiy, huquqiy ongini kengayishi, yuksalishi yo'lida beqiyos xizmatlar qilyapti. Lekin nima deyishadi? Erkin jamiyatni, bu demokratik jamiyatni, qonun ustuvor bo'lgan jamiyatni biz ko'rmasak kerak deb qo'yadi. Qanaqa pessimistsizlar sizlar? Endi 40 ga kirdilaring yo kirmadilaring? Nega bunaqa chuqur bilimga egasizlar-u? Xalqni ruhiyatini unday o'rni kelganda tushirib yuborasizlar. Erkin bir demokratik qonun ustuvor jamiyatni biz ko'rmasak kerak deysizlar. Bizda vazifamiz hozirgi avlodni shakllantirish, o'sib kelayotgan deysizlar. Nega jamiyatni erkin bir adolatli jamiyatni barpo etishni keyingi o'zlaringdan keyingi avlodga qoldirasizlar? Bu sizlarni beqiyos darajada xalqlar
tafakkurini yo'lida, kengayishi, o'sishi yo'lida qilayotgan xizmatlaringni yerga urib yuboradi bu fikrlaring. Bu bir. Yoki men endi ismini aytishim ham mumkin bu ukalarimni. Ha, aytmayapman, endi tushunarli. Ular sanoqli yigitlar o'zi. 39 million, undan 18 yoshdagi odamlar 20 milliondan ortiq bo'lsa, o'sha ichida sanoqli bitta ikkita yigitlar bular. Mana boshqa yigitlar. Mana xalq hurmat bo'ladi, xalqning ijtimoiy tarmoqlar orqali ardog'ida. Tanqid qilasizlar, men tushunaman sizlarni. Sizlar o'sha ma'lum bir qizil chegaragacha o'zlaring belgilagansizlar yoki jamiyat tomonidan o'sha darajagacha qilasizlar. Men tushunaman sizlarni yoshlaring bilan bog'liq. Undan yuqoriga o'tolmaysizlar tanqidga. Misol Mirziyoyev, uning atrofi, qarindosh urug'i, oilasi bu haqda qila olmaysizlar. Buni tushunarmiz. Bu uzrli deb topamiz biz ham. Lekin nega mana xalqaro jurnalist savol berdi? Mana sobiq yaxshi yigitlardan biriga. Partiya tuzish maqsadingiz bormi dedi. Nima deb javob berdi? Xalqaro jurnalist berdi. Men yashashni xohlayman deb javob berdi. Shu javobmi? Bu nima degani bilan? Demak, partiya tuzuvchilarini hammasini hayotdan qamab yoki o'ltirib yo shunday qilib yuboradi degan ma'no kelib chiqyapti. Bunaqa gapni gapirmaydi-da ukalarim. Ha, qanchalaring deputat bo'lgansizlar, javoblaringga qaranglar. Ha, tuzmasangiz, tuzish qo'lingizdan kelmasa, shu yo'lda ishtiyoqingiz bo'lmasa, ha bu masalada o'ylayapman deng, o'ylab ko'rganim yo'q deng. Men yashashni xohlayman. Nima, partiya tuzaman deganlarni hammasini bu Mirziyoyev o'ltirib yuboradi degan fikrni keltirib chiqaryapsizlar. Yoki bu mamlakat ichkarisidagilar, yigitlarda aytib. Mamlakat tashqarisidagilar borlar, hali 30 ga borganlaring yo'q. Yoshi katta muxolifatchilarni mayli tanqid qilasizlar. Haqlisizlar tanqid qilishga. Faqat haqorat qilmasdan, tuhmat qilmasdan, asossiz gapirmasdan. Nima deysizlar? Partiya tuzish ya boshqani mendan keyingi avlod qiladi, qilsa ham deydi. Bu nima degan gap? O'zing 30 ga kirganing yo'q. Partiya tuzishni o'zlaringdan keyingi avlodga havola qilyapsizlar. Nima demoqchisizlar buni bilan xalqqa, aholiga? Siz yoshlarga aytib qo'ying. Sizlarni yaxshi ko'ramiz. Hurmat qilamiz. Sizlarni ehtiyot qilamiz. O'sha sizlar o'zlaring hayotlaring o'ylab qizil chegara o'rnatganlaringni ham o'zlaring uchun tushunamiz. Lekin bunaqa xalqqa pessimist ruhiyatda uni ruhiyatini tushiradigan holat qilmang. Siz tuzmasangiz, biz 2 marta tuzdik. Yana tuzamiz. So'zsiz tuzamiz. Mirziyoyevning yakka hokimligi so'zsiz tarix sahnasidan ketadi. Tuzamiz biz. Siz yoshlar ijtimoiy tarmoqqa chiqib muholin ruhiyatiga salbiy ta'sir qilmang, tushirmang. Tuzmaysizmi? O'ylayapman deng, o'ylab ko'rganim yo'q deng. Lekin yashashni xohlayman demang. Umringiz uzoq bo'lsin. Nazariy jihatdan xalqqa keng miqyosda tushuntirish beryapsizmi? Rahmat. Lekin erkin
demokratik jamiyatni bizdan keyingi avlodlar quradi deb o'zingiz 40 ga kirganingiz yo'q. Bunaqa chiqish qilmang, ukalarim. Chetdagi ukalarim, 30 ga kirganingiz yo'q. Partiyani, jamiyatni o'zgartirsa ham mendan keyingi avlod o'zgartiradi demang, o'zingiz 30 ga kirganingiz yo'q. Biz yoshi kattalar, tarkibimizda yoshlar fidoyi, mard jasur yoshlar bor. Ancha-muncha. Ma bular shu jamiyatni qonuniy yo'l bilan o'zgartiramiz deb atrofimizga jipislashgan. Va bular ko'payib boraveradi. Ikkinchi jihatdan albatta ijtimoiy tarmoqlarda ana shu nazariy jihatdan xalqning, aholining ongini, siyosiy ongini, huquqiy ongini, siyosiy madaniyatini, umuman ma'naviyatini yuksaltirishga xizmat qilayotgan sanoqli yigitlar. Yana bir marta rahmat sizlarga. Lekin faqat nazariy jihat bilan boraversak, natijaga erishmaymiz. Xalqni mana shu yakka hokimlik tuzumini qonuniy yo'l bilan bartaraf qilish, faoliyatiga chek qo'yish, tuzumni o'zgartirish yo'lida amaliy ishlarni ham amaliy harakat qilgansagina jamiyat o'zgaradi. Quruq gap bilan emas. Mana so'nggi muloqotimizdan olib qo'ydikki, jamiyat tafakkurini o'zgartirgan partiya dedik. Va men albatta vaqti bilan barcha o'sha fikrlarimizga o'z fikrini, munosabatini bildirayotgan holatlarga qarayman. Sharhlarga yoki postlarga, kichik maqolalarga albatta qaraymiz. Chunki o'shalar xalqning fikri bizni to'g'ri yo'lga boshqaradi. Mana o'sha yerda aytib yozayapti. Va xursand bo'lib qo'yyapmiz. Bir men emas, tashabbuskorlar, yoshi ulug'lar ham aytayapti. Sizlar deyapti. Biz tashabbuskorlar. Hukumatning deyapti. Ana o'qib ko'ringlar. Hukumatning niqobini yechib deyapti. Asl basharasini, kimligini bizga ko'rsatib berdilar. Rahmat sizlarga deyapti. Ya'ni biz jamiyat tafakkurini o'zgartirgan partiyani oddiy dona xalqimiz ko'rdingizmi? Qanaqa oddiy so'z bilan hukumatni, tepada o'tirganlarning, shu jumladan Mirziyoyevni ham hammasini niqobini yechib asl kimligini bizga ko'rsatib berdilar. Rahmat deyapti. Buni biz nima bilan? Quruq so'z bilan emas, maydonda harakatimiz orqali ko'rsatib berdik. Savol qo'ydi odamlar. Nega bu odamlarni hamma joyda kaltaklaydi, quvadi, uradi, uyga bosqin qiladi? Nimaga ahli, ayoli, qizi, o'g'li hammasini uradi bu faollar? Nega degan savol qo'ydi. Aybi nima bu odamlarda? Nega Mirziyoyev boshchiligidagi hukumat bularni uradi, kaltaklaydi, qiynoq qo'yadi? Sabab deb savol qo'ydi. Oddiy odamlar. Odamlar atiga partiya tuzamiz, raqobat bo'lsin siyosiy maydonda deyapti. Nega Mirziyoyev boshchiligida bular bunaqa bu odamlarni kaltaklayapti, qiynoq qo'llayapti, qamayapti, uyga boylariga bosqin qilyapti? Nega yoshiga qaramasdan 80 yoshligacha sutlab yotibdi dedi. Demak, odamlar xulosa chiqardi. Shuning uchun aytayapti, ularning niqobini yirtib olib, asl kimligini bizga ko'rsatib berdilar deyapti. Shuning uchun bilimli, ilmli ukalarim katta mehnat qilyapsizlar. Birinchidan, xalqning ruhiyatini tushiruvchi gapni qilmanglar. Ikkinchidan, harakat qilinglar. Maydonga kelin, mana kelinglar bizning suhbatimizga, muloqotimizga kelinglar, tanqid qilinglar bizni.
Qayerda xatoga qo'yilyapmiz, aytinglar. Shundayin mana hukumatning tarkibidagilar kesin, kim o'zi ular? Ko'rib turibmiz uning ko'plab hokimlarini. Salohiyati necha tangaga loyiqligini. Surxondaryo hokimi. Men yaqinda emas, men prokuratura bilan qattiq qonun doirasidagi jang ketyapti u. Nigmatilla ham, Svetlana ham, u ana Bahriddin Valiyev ham hammasini haqida. Men dalil bilan. Bu mening shaxsiy hayotim emas, mening siyosiy faoliyatimiz bilan bog'liq. Biz bilamiz, u organlarda hech qachon qonun bizga ishlamaydi, lekin o'sha ular tor doirada, kabinetlarda, sud zallarida ikkita o'tiradaniga qasamiyatiga xiyonatkor sudya, o sudya emas. O'shalar kabinetda qarorlar qabul qilayotgan bo'lsa, biz ularning Nigmatillami, Bahriddinmi, Svetlanami, boshqasimi hammasini mana xalq hukmiga olib chiqamiz. Men uchun, biz uchun xalqning hukmi muhim va ustuvor. Tarixga ham xalqning hukmi mo'rlanadi. Bunaqa Konstitutsiyaga xoinlik qilayotgan, qonunlarga xiyonat qilayotgan, qasamiyatiga xoinlar xiyonat qilayotganlarning u mamda chiqarayotgan hukmi, qarorlari emas. Qarang, Mirziyoyev mening hokimlarimni hech kim muhokama qilishga haqqi yo'q deyapti. Prokuraturaga, bosh prokuraturaga. Menga aytadi bir masalada, siz viloyat hokimiga kirsangiz-chi deydi. Kim dedim? Menga Ulug'bek aytayapti, Surxondaryodagi. Men Svetlanaga yozma ham kiritdim. Kim o'zi u? Men uchun hech kim emas u. Ulug'bek. Men bilaman uni harakatlarini. Ikkinchidan, men bu prokuratura boshqa organlari bilan qonuniy o'sha kurashib g'olib kelayotganimda ko'chada yoki maktabni boshlang'ich sinfidami shu atrofda o'qigan bola u dedim. Mana yozma ham berganman Svetlanaga. Buni nima demoqchiman? Qarang, bosh prokuraturada hali bu masalani muhokama qilganimizda aytarman, menga aytadiki, viloyat hokimini, ya'ni Ulug'bekning qobiliga kiring. Kim o'zi u? Men aytdim, senlar bosh prokuraturami? U kim bo'pti o'zi? Mana-ku, hatto bosh prokuratura ham o'zining vakolatidagi doirasida qo'lidan hech narsa kelmasdan bu Svetlanani ham, Nigmatillani ham yoki Bahriddinni ham menga Ulug'bekning qobiliga kirishni tavsiya qilyapti. Sen bosh prokuratura qara qaysi darajaga tushgansan. Yana maishiy korrupsiyani yo'qotaman deb va'da qilasan. Qayerdan yo'qotilasan sen? O'zing qaysi xizmating evaziga o'tiribsan bosh prokuraturada? Marhamat. Men ko'p gapiryapman, gapirmaganlaringiz uchun. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Men Muhammad Amin, Fransiyadan. Aziz vatandoshlar, mana bugungi suhbatlarimizni eshitib turibsizlar. Hozir Huzur Allohning so'zlarida Mirziyoyevning shu xalqqa qilayotgan tajovuzini, siyosatini, olib borayotgan siyosatini, tajovuzlarini hal qilyapmiz. Biz uni hech qachon oilasini, boshqa narsasini tanqid qilayotganimiz yo'q, boshqa qilayotganimiz yo'q. Lekin bitta narsani bilishimiz kerak. Bu O'zbekistonda shu 35 yillik mustaqillik davrida ikkita hokimiyat o'tdi, xolos, ikkita ma'muriyat o'tdi. Bittasi Karimov, ikkinchisi mana Mirziyoyev. Lekin Mirziyoyev Karimovdan ham ko'proq davr suryapti hozir. 1992 yili kelgan hokimiyatga. 34 yo 35 yoshda kelgan. Shu kelganda hokimlarda atrofida o'sha tuman
Men Toshkentda yashardim, bilardim. Mirzo Ulug'bek tumanidagi yashayotgan oilalarni qirib tashlagan. Nohaqdan surgun qilib uylarni buzdirib tashlagan o'sha rayonda. Hammasini o'zini qarindoshlarini boshqalarni olib kelish bilan o'sha tumanda bir anaqa qilishni boshlagan. Keyin viloyat hokimi bo'ldi. Hammasi pog'ona bo'ldi, lekin aslida. Lekin hammasi qonli, bir xalqni qonuni ichish bilan, xalqqa tajovuz qilish bilan bo'lyapti bular. Barcha shu amallari, kelayotgan ishlari. 1992-yilda amalga o'tirgan bo'lsa, hozir 34 yil bo'ldi buni amalga o'tirganiga. Karim qancha bo'ldi? Karim 87-yilda o'tirdi, 16-yil o'tdi olamdan. O'ldirildi mashlar tomonidan. Mana shu boshqaruvda ikkinchi amalda o'tirganlar tomonidan o'ldirildi. Baxshiyona. Buni hamma biladi, butun dunyo biladi. O'ldirib o'rniga kelishdi. O'sha Karimov davrida qanaqangi bir jinoyatlar, qanaqangi bir o'sha bir hokimiyatda bo'ladimi, bosh vazirligida bo'ladimi? Bu Mirziyoyev faqat o'sha bosh vazirligi payti ko'proq qishloq xo'jaligini ko'rib qilgan. O'shanda ham bilamiz. Men do'stlarim, o'rtoqlarim, qarindoshlarimdan fermer xo'jaliklari bor edi. Selektorni savishani turib olib shunaqangi bir haqoratdan qo'rqitardi. O'ldiraman, yo'q qilaman. Hozir uynomishga o'ldirib yuboraman degan gaplarni gapirardi. Bu odam. O'sha oldingi bir qaysi bir suhbatimizda bir do'stimiz aytdi. Juda bir qasoskor odam bu. Bu odam shunaqangi bir qasoskorki, xalqdan qasdini olyapti. Nimani evaziga? Biz saylab qo'ygan bo'lsak, 87% bilan ovoz bilan saylandim deyapti. Xo'p, u xalq shuni 87% bilan bo'jab yozib saylabdi. Endi nima? Saylagan xalqni ustidan jarimalarga tortib shu xalqni jazolash bilan qasdini olyaptimi? Qasoskorlik qilyaptimi? Nimaga bu qasoskorlik qilyapti? Nimaga biz buni ochiq oydin aytmayapmiz? Nimaga biz ko'chalarga chiqib norozilik namoyishlarini o'tkazmayapmiz? Yoki bo'lmasa fikrlarimizni ijtimoiy tarmoqlarda bildirmayapmiz? Mayli, O'zbekiston ichidagi siyosatshunoslar, o'sha bir nimalar, hozir aytayotganda domla aytganlaridek, men yashashni xohlaman degan u shunchaki nima emas. Mirziyoyevni go'yoki Brown darajasiga olib chiqib qo'yapti. U bilan Mirziyoyevni o'sha bir anaqasini siymosini ko'tarib, baland bir ko'tarib qo'yapti. Bunga hech kim yaqinlasha olmaydi. Buni qilishimiz kerak emas. Keyingi avlod qilish kerak deb. Bular lo'tuvozlik qilyapti. Bular faqat o'ziga qo'rqqani yo'q. Va xalqni ham qo'rqitishga harakat qilyapti bular. Mana shu O'zbekiston ichidagi sobiq deputatlari bo'ladimi, sobiq hokimlari bo'ladimi, o'rdan taqvoli chiqib yurganlar. Xalq manfaatida hozir endi ba'zi narsalarni ko'tarib chiqayotganlar. Shu boshqaruvning ichida bo'lgan. Endi boshqaruvga xalqni zaharlash bilan, xalqni qo'rqitish bilan yana ko'mak beryapti. Uni nima deydi? Shaxsga sig'inish darajasiga olib boryapti. Men yashashni xohlayman. Shu gapmi shu? Siyosiy partiya tuzadigan bo'lsa, o'ldirib yuboradi degan gap nima? Bu hamma boshqalarni qo'rqitmaydimi? Hammani qo'rqitadi. Siyosiy partiya tuzish, birlashish, bitta minbar qilib xalqning so'zini aytish. Hech qachon otam, dodam, voydod menga yordam berinsa eshitmaydi. 10 kishi bo'lib, 100 kishi bo'lib ko'chaga chiqing, nimaga eshitmaydi? Shunaqangi eshitadiki, mana biz Yevropa davlatlarida shunaqangi noroziliklarni o'tkazyapmiz. Eshitmayaptimi? Eshityapti-yu. Hamma narsasini o'sha aytyapmiz-ku O'zbekistonda bo'layotgan ishlarni hammasini. Nimaga biz Bryusselga borganimizda, Bryusselda yoki boshqa joyda bizga shu narsalarni sen noto'g'ri narsani gapiryapsan, ustidan tuhmat qilyapsan demadi yoki birontasi. Chunki biz fakt asosida o'sha ijtimoiy tarmoqlarda qo'yilayotgan ozodlik surishtiruvlari, jurnalistlar surishtiruvlariga asosan o'sha paxta selyozasini Rossiyaga qo'rq ishlar qilib berish uchun qilinayotgan urushni moliyalashtirayotganlarni gapirdik. Bryusselda. Mana do'stlarim, sabdo'stlarim o'zi eshitib turibdi. Aniq qo'ydik. Siz nimaga o'zingiz jazolayotgan bo'lsa, janobi elektr energiya ta'minoti bilan, suv ta'minoti bilan, gaz ta'minoti bilan sizni rizq nasibingizni qilib, farzandlaringizni kasal qilayotgan bo'lsa, nimaga hech bo'lmasa oilangizni himoya qilib chiqmaysiz? Bu Mirziyoyev aytibman, 34 yil bo'ldi. Hozir 69, 70 keladi. 35 yil umri shu qasoskorlik bilan o'zbek xalqidan nima deydi? Qasdini olish bilan o'tyapti bu odamni boshqaruvi. Mana o'sha
Jizzaxda qanday ayollarni urib kombayn ichiga tiqib olgani aniq fakt. Buni yana bir isboti qaysidir bir anaqani o'sha bir hokimiyatda yurganda viloyat hokimligidami yoki undan keyingi nimadan hozir esimda yo'q, bir odamni o'ldirayotganini Rossiyaga uni rasmini, nimasini, videosini olishgan. Olib yuborishgan. Putin ko'rgandan keyin shu odamni yaxshi bir anaqa qilish kerak ekan. Bu odam qasoskor ekan. Xalqidan men uchun qasam olib berar ekan. Qo'rqitar ekan deb qo'llab-quvvatlab turibdi Rossiya. Shu videolari borligini ko'rib, shu darajada qonxo'r bo'ladimi odam? Qoyil. Agar shu o'zbek millatining ustidan shu tuzumni qiladigan bo'lsa, bu odamni albatta Karimni o'ldirdir bo'lsa, uni olib kelish kerak edi, olib keldi. Mana shu qasoskorligi xalqqa hech qanaqangi urushni olib bermayapti. 6 yil, 7-yil ketyapti. Oddiy bir xalqni minbari bo'lsin, siyosiy partiya tuzamiz deganimizga. Siyosiy partiya tuzishga berdimi? Xo'p, siyosiy partiyani biz blogerlar, boshqalar yoritdi, boshqa qildi. Yoritganlarda olib borib qamoqqa tiqdi. Qamoqqa tiqqanlarni orqasidan norozilik bildirgan vazir Egamberdiyeva, BBC oralarida, Lobarxonlarda jarimalarga tortdi. O'shalardan ham o'ch oldi. Bu o'ch olish qasoskorligi bu hech kim to'xtamayapti. Nimaga biz xalqimizdan oddiy bir yaxshi yashashimiz mumkin? Shu yer osti boyliklari agar yetadigan bo'lsa boshqa davlatlar singari, Yujniy Koreyada hech narsa yo'q, masalan Yaponiyada hech narsa yo'q. Xalqimiz, vatanimiz, shu millatdoshlarimiz hammasi jon kuyar, o'zi tadbirkor. O'sha Yaponiya kerak bo'lsa, Yaponiyani o'sha tadbirkorlardan ham kuchli bir tadbirkorlik qilish mumkin, imkoniyat bersa. Nimaga imkoniyat bermayapti? Nimaga qarsini olyapti? Nima sababdan? Mana hammamizga ayon. Biz o'zgalar uchun qullik qilyapmiz. O'zgalar uchun o'shalarni, men yashashni xohlayman deyapmiz. Yana boshqalarni qo'rqitib, o'zimiz lo'tivozlik qilib o'shalarga shaxsga sig'inishdan anaqasini qilib beryapmiz. Mana shu siyosatchilarga aytyapman bu gapni. Xalq hech ham qo'rqmaydi. Xalq hech qachon orqaga qaytmaydi. Menga ham yozishadi, menga ham telefon qilishadi. Aka, imzo yig'iladigan darajani ayting, men butun qishloqdan borib yig'aman, aytgan joyga manzilga yetkazib beraman deyapti. Hozir yuridik manzil yo'qligi uchun siyosiy partiyani tuzish biroz lekin bu ham tayyor hozir. Xudo xolasa, bu ham tayyor. Yaqin kunlarda inshaalloh siyosiy partiyani yuridik manzilni ham e'lon qilamiz. Xalq birlashadi ham. Albatta bu Fir'avn emas bu, hech kim emas u. Rahmat. Hech kim emas. Oddiy biz singari odam. E'tiborlar uchun rahmat. Rahmat. Marhamat. Yana kim gapirmoqchi? Men gapirsam maylimi? Marhamat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Mana hozir Muhammad Jamil Nuroniy gapida juda ham jon bor. Men yashashni istayman deydi. Kim yashashni istamaydi? Yashash uchun kurash bo'lishi kerak. Kurashib qoladi. Haqiqatdir. Lekin kurashmasa hech narsa yo'q. Nima uchun bu odam men kurashni anaqa yashash xohlayman deb boshqalarni qo'rqitish kerak. Xo'p, yashash xohlar ekansan, nima qilasan? Boshqalarni miyasini zaharlab qo'rqitib. Qadi domda. Menga ham qanchasi yozyapti, partiya nima bo'lyapti, ovoz yig'yapsizlarmi? Mana men 10 ta ovoz yig'dim, bugun bittasi chiqdi, familiyasini aytmayman. Bu sir. Albatta yig'iladi domlajon. Bular o'zlari endi o'shatda yashab, bilmayman, menimcha bular Mirziyoyevdan manfaat bor, umidvor deb o'ylayman. Biz ularni yo'q deb hisoblaymiz. Kerak emas bizga bunaqa. Shu sizdan 39 million xalq baribir bizga qo'shiladi. Men ishonaman unga. Mana anaqa zomindan gapirgan nima edi, ota hozirgi sizda Rustamjon o'sha isbotlab berdi-ku Mirziyoyevning kimligini. Mirziyoyev xalq saylagan emas. Putin olib keldi uni. Karimov o'sha Putinning ishtirokida inoyat huquqchilari yo'q degan. Bu gap yuribdi, butun haqiqat chiqadi bu narsa. Xalq og'zida, lekin eshitamiz baribir. Mirziyoyev, meni gapimni eshit. Men
nomga noloyiqsan. Chunki sen xalqni xor zor qilding. Seni xalq saylamadi. Sen o'zing kirib kelding. Referendumning ham hammasi yasama bo'ldi. Bilib qo'ygan. Mana Rustam o'sha odam etdi. Zominda birga yashagan ekansizlar. Ulug'bek Haydarov ham ashur isbotlab bergan seni kimligingni aytgan edi. Lekin uni boshqa gapirmaydigan qilib qo'ydinglar. Mayli, o'shanday bo'lsa butun dunyo eshitdi. Sen qotilsan, qo'li qonsan. Opa, iltimos, opa, unday gaplarni, bunaqa gaplarni qilmaylik. Bu, olasing, shaxsiyat, bu asossiz, dalilsiz iltimos. Bunaqa gaplarni qilmaylik. Isboti bor edi. Ha, o'sha isbot bilan endi u unaqa hali u degan unaqa og'ir so'zlarni gapirmaylik, iltimos. Hozir gapingizni, hozir bo'lsam, gapimni bo'ldi deysiz, blokladi deysizlar. Shuning uchun iltimos. Madaniyat bilan qonun doirasida qilaylik. Mana har qanday qonun bor, qonun. O'sha qonundan bizni aytayapmiz. Bizni faoliyatimiz qonun doirasida bo'lish kerak. Bizni qanchalik urbasin, kaltaklam, Mana kechagunda Abdurahmon Tashanov bir maqola yozdi. Biza Olmaliq qamoqxonasiga bordik. Ertadigan 4 yildan beri o'tirgan mahbuslar bor ekan. O'shani biz vazirliklar bilan tomoshaga bordik. Nima? Bu ular mahbuslar sir qo'yyaptimi? Tomoshaga borib. Boshqacha so'z topilmadimi? Muzeyga boribdimi tomoshaga? Ana chet eldan kelgan turistlarni olib tomoshaga. Ana ular bahosini beradi. Endi o'shalar hammasi kasal ekan. Nahotki mana mayda, men yomondirman balkim, tilim ham yomondir. 20 kelganiga mana 10 yil bo'ldi. Karimov qilgan xatoni Mirziyoyev to'g'rilasa bo'lardi-ku. Yana to'g'rimi gapim? O'shalarni hammasini ozod qilish kerak edi. Bu hozir 34 yildan beri o'tirgan insonlarni, balkim farzandlari 34 yosh 35 ga to'lgandir. Ota mehrini ko'rmasdan. Yana to'g'rimi gapim? Keyin men o'ylayaptim, bu mana katta qo'rg'onda, hadigi Navoiyda, Zarafshonda turgan o'sha qamoqxonalar, endi jurnalistlar yozib chiqardi. U o'shandan keyin mana endi Olmaliq zonasi keldi. U sengacha sir tutilgan edi. Endi o'ylayaptimki, Jasliq qamoqxonasi ham yopilmagan. Bunlar yolg'on hammasi yopdik degani. Bir kun u ham keladi. Erta ham bir qancha mahbuslar bo'lishi kerak. Sir saqlanib. Ha, opa, mavzudan chetlab ketyapmiz. Biz mavzu qo'ydikki, o'sha mana korrupsiyaga qarshi e'lon qilingan favqulodda kurash qani jamiyatimizga biror bir natija berdimi, natijasi bo'ldimi degan mavzuda. Ikkinchi o'zi bo'lmasa nima uchun qarindosh urug'larini olib keldi? Hokim ham ularniki, sud prokuratura ham ularniki, ularga qarashlik. Xalq faqat xud bular. Mana sotilmoqda. Endi Belarusga ketdi. Rossiyadan qaytib. Bu uyat emasmi? O'zimizni, o'zbek xalqimizni qul qilib sotish. Shunday katta O'zbekistonda bular ish qidirib bir-biridan non topish uchun Belarusga ketyapti. Yana 5000 tasi ketar ekan. Balkim undan ham ko'p ketar. O'shaning uchun aytmoqchimanki, xalq qo'shilish kerak. Qo'shilmasa, mana shu partiya tuzilishi kerak. Bo'lmasa hayot bo'lmaydi. Rahmat. Rahmat opa. Rahmat. Ha, rahmat. Mana o'sha ko'p qaytaryapsizlar qasoskor degan so'zni. Birinchidan, mana 35 yildirki, umuman bir yakka hokimlik korrupsiyaga
zulmga, yolg'onga asoslangan, tayangan tuzum. Bu tuzumning poydevoridan tortib to tomini tepasigacha har bir g'ishtni ham korrupsiyalashgan g'isht. Mana shu binoning o'zi, tuzumning o'zi korrupsiyalashgan, korrupsiyaga tayangan, korrupsiyaga asoslangan, yolg'onga, zulmga, zo'ravonlikka mana shu tayangan tuzum. Endi mana biz aytayapmizki, mana 35 yildan bu jamiyat taraqqiyoti mana o'zi aytayapti Mirziyoyev. Jamiyat tanasidagi saratondir deyapti. Demak, bu saraton jamiyatni halok etadi. Axir saratonga uchragan insonning bilasizlar-ku, hayoti qanday tugashini. Demak, Mirziyoyev to'g'ri aytayapti. Jamiyat tanasidagi saraton bu korrupsiya deyapti. Bu korrupsiya O'zbek jamiyatini halok qiladi deyapti. Ma'nosi shu. Agar xulosa qiladigan bo'lsak. Endi shuni ildizini topishimiz kerak deyapti. Ildizi ha o'zida. Bosh korrupsiyani tepasida turgan o'zi. Chunki mayli boshqa tomonni aytmaylik, mana bu xalqaro ommaviy axborot vositalari e'lon qilgan dalil materiallarni yoki Buyuk Britaniyaning mana kriminal professorlari, lasletlar e'lon qilgan ma'lumot raqamlarni aytmaylik, mayli mana qarindosh urug'chilik, nepotizm. Bu korrupsiyani tarkibiy qismi. Xo'p, mana o'zi prezident, qizi ikkinchi shaxs, qizining maqsadi otasini baxtli qilish. Yuqori aytganimizdek. Mana kuch ishlatar tuzilmalarda o'sha Saidaning qaynotasi, Mirziyoyevning qudasi tepasida turibdi, Botir Tursunov. Yoki mana butun kapital moliyaning egasi Jamshid ismli mana o'sha opasining qudasi. Qancha davom etishi mumkin? Bunday joyda, boshqaruvda nima xalq manfaati ustuvor bo'ladimi? Samara bo'ladimi? Sifatli bo'ladimi? Yo'q, bularning hammasi konstitutsiyadan, qonundan ustun turadi. Qarang, hali Saidda ishlagani keldim deb boradi, hali u yerga borganda hammasi ma bu hokimiy ham, ma'usi ham yoki oliy sudga kelsa u 90-yillarda sud raisi bo'lganlar ham hammasi qanday turibdi. Qonunga itoat qilinglar, nima qilasan u Saidaga itoat qilib? Qonunga itoat qilaman. 80 yoshing ham, unda ham hamma. Endi bu qanaqasi? Bu yerda qonun ustuvor bo'ladi. Bularning har birining gapi ko'rinib turibdi. Konstitutsiyadan, qonundan ustun turadi. Demak, hokimlar, mening vakilim, hech kim ularni muhokama qilishga haqqi yo'q deganiga ular qonun bo'yicha qonunga tepkilab qo'yibdi ular. Qonunga bo'ysunadimi? Qonunda surib tashlaydi konstitutsiyani. Biladi ularning taqdiri bitta Mirziyoyevga bog'liq. Qizi nima deb kelsa, otasi o'shani eshitadi. Endi shuning uchun biz aytayapmiz-ku, korrupsiya haqiqatan Mirziyoyev aytganday jamiyat tanasidagi saraton bo'lib chiqsa, jamiyatimizni halok qiladi. Nima qilishimiz kerak? Demak, yo'l, qonuniy yo'l partiyaga birlashish. Partiyaga birlashsak, ro'yxatdan o'tkazsak, siyosiy maydonga chiqamiz, saylovga kiramiz. Saylovlar shaffof, qonuniy, raqobatli, halol bo'ladi. Unda xalq o'ziga xizmat qiladiganini tanlab hokimiyatga olib keladi, deputat qilib olib keladi va almashib turadi. Korrupsiya o'sha parlament, oliy majlis mustaqil bo'ladi, sud mustaqil bo'ladi, ijroiya hokimiyat mustaqil bo'ladi. Bir-birini ham nazorat qilib, ham tiyib turadi. Qaysi qonundan og'izsa, xalq manfaatiga o'sha og'izsa xizmat qilishdan biri impichment kiritadi. Prezidentga prezidentni tarqatib yuboradi. Bular o'rtasidagi ziddiyatni sud qonuniy asosda hal qiladi. Sudning qarori ijroiya hokimiyat uchun ham, qonun chiqaruvchi hokimiyat uchun ham majburiy bo'ladi. Mana shunaqa bo'ladi.
Ana unda so'z erkinligi bo'ladi. Parlament mustaqil bo'lgandan keyin, sud mustaqil bo'lgandan keyin, ijroiy hokimiyat mustaqil bo'lgandan keyin, bir-birini bular ham nazorat qilib tiyib turgandan keyin so'z erkinligi ta'minlanadi. Mulk daxlsizligi ta'minlanadi. E'tiqod, vijdon erkinligi ta'minlanadi. Ish o'rinlari ta'minlanadi. Chunki qonun ustuvor bo'lgandan keyin mamlakat ichkarisidagi tadbirkorlar ham qo'rqmasdan investitsiya qiladi. Mablag'ini joylashtiradi iqtisodga. Tashqaridan investorlar ham u yerda qonun ustuvor, sud mustaqil deb kirib keladi kapitali bilan. Ish o'rinlari yaratiladi. Chunki O'zbekistonda xalqi mehnatkash va ish kuchi arzon deydi. Foydani ko'proq olamiz u yerdan deydi. Mana bunaqa bo'ladi. Endi bu bir tomoni. Ikkinchi tomonda mana qasoskor dedingiz. Ikkalasi ham so'zga chiqib. To'g'ri aytdilar. Bundan ikki suhbat oldin ismini ham aytdilar. O'sha bir ko'chada yashaganman. Shunaqa qasoskor odam devdi. Ismini aytyapsizlar-ku. O'sha Zomin shahrida bir ko'chada yashaganman Mirziyoyev. Bular hammasini bilaman. Qasoskor bu odam dedi. Va hokazo. Haqiqatan Mirziyoyevning qasoskorligini mana. Qasoskorlikda ham tuban usullari qo'llanilyapti. Siyosiy maydonga partiya tuzamiz deb tashabbus bilan chiqqan bizlar zarbani kimga beryapti? Go'dak nabiralarimizni mayib qilyapti urib. Qizlarimizni, bitta meni qizim emas, ko'pchilikni qizlarini urayapti. Ishlardan haydayapti. Tashabbuskor ayollar 80 ga kirgan bo'lsa ham sud qilyapti. Ya'ni mayli Mirziyoyev aynan qo'li bilan qilayotgani yo'q, lekin o kuch ishlatar tuzilmalar, DXX, militsiya, Milliy gvardiya, sud hammasi unga bo'ysunadimi? O'zi aytganiday ijtimoiy tarmoqlarni ko'rib turibdimi? Qo'liga qalam olib, o'zi aytgandayin yer tagida qimillagan ilonni bilayaptimi? Butun dunyo ko'rib turgan narsani u ko'rmaydimi? Ha, endi qasos olsang mendan ol misol. Bizdan ol, nima qilasizlar? Go'dak nabiralarimizni urib majruh qilib, nima qilasizlar? Qizlarimizni urib sudrab, nima qilasizlar? Onalarimizni sudlab, nima qilasizlar? Bolalarimizni turmaga tiqib, nima qilasizlar? Uylarimizga bosqin qilib, nima? Onalaringni mahriga tushganmi? Mulklarimizni, uylarimizga hujum qilasan, olib qo'yasanlar. Demak, qasoskorlikda ham eng past tuban usullarini qo'llanilyapti. Mard bo'lish kerakmi? Mard bo'lib mana Mirziyoyevga ixtiyorida hamma narsa bor. Kuch ishlatar tuzilmalar ham uning ixtiyorida, sudlar ham, moliya ham, pul ham, kapital ham, bank ham, hammasi. Bizda nima bor? Bizda bitta ruchka bor, tilimiz bor, ozdir ko'pdir Parvardigor ato etgan tabiiy aql va uni o'qib, izlanib, rivojlantirgan aqlimiz bor. Ha, maydonda shuncha resursga, kuch-quvvatga ega bo'lib, ha endi bizda bilan raqobatlashish o'rniga halol maydonda nima qiladi? Go'dak nabiralarimizni urib, mashruq qilib, nima qiladi? Qizlarimizni urib, sudrab, nima qiladi? Onalarimizni 80 ga kirganlarni 3 martalab sudlab, nima qiladi? 70 ga kirganlarni sud qamoqqa tiqib, nima qiladi? Uylarimizga bosqin qilib, bu qasoskorlikning eng past tuban usullari. Qanaqasiga bunaqa tuban usullar bilan biz nabiralar qani o'sha Mirziyoyevni va unga xizmat qilayotgan kuch ishlatar tuzilmalarni, qani nabiralarini, qizlarini, ahli ayollarini shunaqa qilsa chidaydimi? Qani ziroat chidaydimi? Qani siz bu Saida bilan Shohnozani sudrab, tirnoqlarini qo'parsa sen ziroat chidaysanmi?
Nega ering boshchiligidagi bu kuchlar tuzilmalar buni qasos olishning tuban usullarini qo'llaydi? Odamda bir bo'lish kerak-da vijdon. Nima degan bu ahvol? To'g'ri aytdi mana o'sha qasoskor deb. Ham bir mard bo'lish kerakmi yo'qmi? Qasosni olinglar, bizdan olinglar. Bizni tirnoqlarimizni sug'uringlar. Nima qilasanlar? Go'daklarni. Qani Mirzayevga aytaman, Nigmatilla, sen qonunni hamma joyda ustidan nazorat qiluvchi. Ana Bahriddinning ham, Svetlana ham yoki DXX. Oldingi mana Bahodir Qurbonov hozirki mayli vaqtda mudofaa vaziri bo'lgan. Bucha ilgarikilar. Nega senlar qasos olishning bunaqa past tuban usulini qo'llaysanlar? Biring prezidentsan, boshqang bosh prokurorsan, DXR raisisan, ichki ishlar vazirisan. Bu arboblarning xotinlari mana ziroat. Aytmaysanlarmi erlaringga? Bunaqa qasos olsalaring ham bunaqa nabiralari, qizlari, boshqalaridan, bu 80 ga kirgan onalardan, 70 dan o'tgan otalarni bunday qilmanglar demaysanlarmi senlar ayol holingga? To'g'ri aytdilaring. Mirziyoyev qasoskor, lekin qasosning tuban usullarini qo'llovchi manday qasoskor. Marhamat kimda? Shuning uchun korrupsiya yanada kuchayib boraveradi. Chunki bu korrupsiya, bu tuzumning o'zi poydevoridan tomigacha har bir g'ishi korrupsiyadan iborat. Qanaqa o'ziga o'zi qarshi kurashadi? O'zi korrupsiyani tepasida turibdi, nepotizmni tepasida o'chog'i o'zi. Korrupsiyaga qarshi kurashish uchun javob ber barcha qarindoshlaringga. Botir Tursunovga ham, Jamshidga ham, Saidaga ham, hammasiga javob berib o'z kasbini qilsin. Ana korrupsiya bir pastda boshqalarning tanobi tortiladi. Hammasini o'sha pastda turgan ana bu o'zini xon ko'lankasi maydon qilayotgan hokimlar ham darhol o'ziga keladi. Bunaqa o'qituvchi ayollarni olib chiqib ketdi olmaydi. Dehqonlarni hosilini ustidan haydab tashladi olmaydi ana Ulug'bekka o'xshab. Marhamat. Gapiringizlar. Dadil gapirish kerak. Biz korrupsiyaga qarshi o'sha e'lon qilingan favqulodda holat kurash natija berdimi deb, natija bermasligi hammaga ma'lum. Shuni korrupsiyani jilovlash uchun nima qilishimiz kerak? Demak, partiyaga birlashishimiz kerak. Maqsad shu. Shuning uchun shu mavzuni olib chiqdik. Mirziyoyev kimni eshitdi? Birontani eshitdimi? Degan mavzumizni qo'yib yo'q. O'sha partiyaga birlashsa qonun ustuvor bo'ladi. Mirziyoyev va undan keyingi umuman prezident deganga yig'lab, yalvorib, otajon muhtaram, u deyishga hojat qolmaydi, zarurat qolmaydi o'lam. O'sha qonundan ustun bo'lmaydi. Biror bir yechilmagan masalalarni adolatsizlikka uchragan bo'lsangiz, yana sudga murojaat qilasiz. Sudning qarori qonuniy ustuvor bo'lgan mamlakat sudining qarori adolatli bo'ladi va hamma uchun majburiy bo'ladi. Marhamat. Kimda gapirmoqchi bo'lsa, marhamat, mikrofonlaringizni ochamiz. Assalomu alaykum, domla, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Eshitib turgan hammaga salom. Savollar bor edi, tanqidiy. Agar
Xo'p desangiz, o'sha savollarni bersam, yuqoridagi mavzu bo'yicha shaxsiy fikringiz muhimroq endi. Mana siz aytyapsiz, bir qancha shaxslarni ism familiyasini keltirib, shular korrupsiyani uning tepasida turganlar deb, hatto o'sha prokuror yoki boshqalarni ham keltirib aytyapsiz. Ya'ni qonunga ishlovchi shaxslarni ham. Aytmoqchimanki, ularning yaqinlari, oila a'zolari yoki bir nabiralari deylikmi, qarindoshlarimi, umumiy jamiyat sifatida olib qaraladigan bo'lsak, agarda o'sha bir qancha faktlar ham bor, to'g'ri, chet el axborot ommaviy vositalarida o'sha O'zbekistondagi korrupsion sxema yoki hokazo o'shanga o'xshagan holatlar bo'yicha o'shalarni ko'rib turgan, eshitib turgan yoki qarindosh urug'i shunaqa qilayotganligini bilib turgan, mayli endi bu gaplarim bilan qizlarni, ayollarni kamsitmoqchi emasman, lekin o'zini er yigit deb ataydigan yigitlar, qarindoshlar o'sha korrupsiyani boshlab, ular o'ziga or nomusiga qanday oladi buni? Oriyati, g'ururi qanday qabul qiladi yoki o'sha berilayotgan ma'lumotlarni soxta, yolg'on deb biladimi? Shu haqida bir fikringizni bildirsangiz. Meni fikrim nima? Aytmoqchimanki, korrupsiyani ustida turgan odamlarning qarindosh urug'lariga o'sha vaziyat ma'qul tushadimi yoki ko'rmaganlikka oladimi yoki qanday qabul qiladi? Misol uchun, balki tekshirib ko'rishlari mumkin. Aytadigan mana. Albatta, bu savolingizni uchun rahmat ukajon. Yaxshi savol berdingiz. Aslida bu savolni birgalikda Mirziyoyevga berishimiz kerak. Uni qiziga berishimiz kerak. Mana sen ikkinchi shaxs bo'lib qolding deb. Otang prezident bo'lmasa sen qayerda bo'larding deb. Xo'p, mana o'sha otasi prezident bo'lmasa shu mamlakatda ikkinchi shaxs bo'larmidi shu sayida? Yo'q-ku. Bu savolni ana bosh prokurorga berishimiz kerak, Nig'matilla Yo'ldashevga. Bu savolni bir o'shani xo'p bo'ldi ham deylik. O'shani oriyati, g'ururi qanday qabul qiladi? To'g'ri, rahmat. O'sha savolni siz bilan biz birgalikda ana DXX raisi Bahodir Qurbonovga, Ichki ishlar vaziri Aziz Toshpo'latovga berishimiz kerak. Mayli endi mana men uchinchi shaxs sifatida o'z fikrimni aytaman. Albatta bularning xonada uyda mana bekasi, ayollari bor, qizlari bor. Ayrimlarini nuroniy ota-onalari bor. Xalqni ko'rib turibdi holatini, boshqasini ko'rib turibdi. Bir insofga kelinglar deb. Mana Hazrat mufti bor. Bular ham aytish kerak-da endi. Bular faqat biz oddiy odamlarga sabr qilinglar deb. Aytinglar hukumat a'zolariga, bir insofga kelinglar. Xalqqa bir kun beringlar, bir erkinlik beringlar deb. Xuddi shundayin bu Mirziyoyevda ham mana ayoli bor, birinchi xonim, uni mana aytadi. Uning ko'rib turibmizki dunyo miqyosidagi xatti-harakatini. Shu millatimizga, sha'niga, or nomusiga ma'qul keladigan xatti-harakatlarni qilyaptimi? Yoki mana boshqasini, ichki ishlar vazirini bordir otasi, boshqasini bordir, amak otasini uka, boshqalari bordir, tog'alari bordir, ammalari bordir. O'shalar xalqning ichida yashayapti. O'shalar aytish kerak. Bu xalqqa buncha zulm qilmanglar. Insof bormi? Deyish kerak. To'g'ri aytayapsiz. Mana shu munosabat bilan aytay. Demak, bularning xatti-harakati ham g'ayriqonuniy, ham g'ayri insoniy xatti-harakatlar. Qasoskor bular.
Qasoskorlikda ham mana aytdik. Eng past tuban usullarini qo'llaydi. Aytish kerak, to'g'ri aytdingiz. El ichida yuribdi. Uning ahli ayollari, qizlari, boshqalari, hokazalari. Ko'rmaysizmi? Bitta Mirziyoyevga emas. Nima, Ne'matullaning o'g'lichalik yo'qmi mana u? Qaysidir bir sudyami, sudmi? Hali o'qib turibmiz. Qaysini qarasangiz, unga sudya bu u. Xo'p, qani adolat, qani qonunga xizmat qilayotganligi bularning? Qani Ne'matulla? Birortani sen qabul qilgan joying bormi? Bu gapni Valiyevga ham, Bahriddinga ham aytaman. Svetlananing ham xatti harakati bo'yicha bo'lmasa ham keyingi suhbatlarda fikr bildiraman dalil bilan. Boshqasi haqida ham. To'g'ri aytyapsiz. To'g'ri aytdingiz. Bularda o'sha qarindosh urug'i el ichida turibdi. Qani mamlakatni qanday holatga, xalqni qanday ahvolga olib keldilaring? Deb aytish kerak. Ha shu xalq bilan biramizku. Yo hammasi ko'chib ketamikan bular? O'sha og'ir holatlar yanada og'irlashib boravergandan keyin nima, xalqni tashlab ketaveramikan buning qarindosh urug'lari ham? Men sizni gapingiz bilan bitta narsani qo'shimcha qilib qo'yay, rahmat. Menga biz birgalikda ularga beradigan savolni menga aytdingiz, 3-shaxs sifatida fikrimni bildiryapman. Mana kuch ishlatar tuzilmalar. O'sha DXX, Ichki ishlar, Milliy gvardiya, prokuratura, sudni ham qo'shamiz kuch ishlatar tuzilmalarga. Chunki bular sudi mustaqil emas. Sud Mirziyoyev yakka hokimlikka xizmat qiluvchi qonunlarga, qasamiyotiga xiyonatkor bularning hammasi. Men ilgarigi mavzularda aytdim, 1623 ta sudyadan jami O'zbekistondagi 1 yilning o'zida 416 tasi qancha qonunbuzarlik qilganligini. Endi bu kuch ishlatar tuzilmalar hammasiga yaxshi insonlar bor tarkiblaringizda, yaxshi yigit qizlar bor, yaxshi xodimlar bor, yaxshi xalqqa o'sha sadoqat bilan xalqqa, qonunga xizmat qilishni istayotganlar, shunga intilayotganlar bor. Lekin umuman olganda kuch ishlatar tuzilmalar, hamma kuch ishlatar tuzilmalar, organlar xalqqa qarshi ish qilyapti. O'zbekistonni kundan kunga cho'ktirib borishga xizmat qilyapsizlar. Chunki sizlar xalqqa emas, qonunga emas. Sizlar Mirziyoyevga va uning yakka hokimligiga xizmat qilyapsizlar. Sizlar xalqni ezib, zulm o'tkazil, mana biz yuqoriga aytayotganday. Sizlarni qo'llaring bilan qasos olishning eng past tuban usullarini amalga oshiryapsizlar, organlar. Xalqqa qarshi ishlayapsizlar. Oxir oqibatda hammalaring pushaymon bo'lasizlar, afsus qilasizlar. Chunki sizlar xalqqa emas, yakka hokimlikka xizmat qilib O'zbekistonni cho'ktiryapsizlar. Xalqni xarob qilyapsizlar. Xalqni o'ta muhtoj holatga olib kelib qo'yapsizlar. Oqibatini, zararini o'zlaring ham, avlodlaring ham ko'radi. Shuni unutmanglar. Albatta, men organlar deb aytdim. Chunki barcha organlar deb aytdim. Chunki bu organlarning tarkibida yana aytayapman. Yaxshi yigit qizlar, xodimlar bor, lekin baribir o'sha tarkibda hammalaring organ sifatida xalqni qarshi, uni yanada qashshoqlashuviga, yanada muhtojlikka tushishiga, yanada himoyasiz holatga kelishiga, yana g'ariblik holatiga kelishiga, yanada dunyo bo'ylab mardikor yollanma mamlakat sifatida tarqab ketishiga, ayollarni mardikor bozorlariga va axloqiy holatlarga tushishiga mana shunga olib kelyapsizlar. Buning oqibatini, zararini senlarning ham avlodlaring so'zsiz ko'radi. Shu xalqning tarkibida senlar ko'plaring boylik to'playotganlaringga qochib ham ketolmaysan, chet elga
sharoit ham qilolmaysan. Shu xalqning ichida bo'lasan. Lekin bu xalqdan, mana bu xalqning ichiga kirib yurganingda minnatdorchilik ololmaysan. Qochadi senlardan xalq. Shuni unutma. Xalqqa aholiga aytmoqchiman, agar biz 20 ming emas, 200 ming, 500 ming, 1 million partiyaga birlashsak, so'zsiz ro'yxatdan ham o'tamiz. Korrupsiyani siyosiy maydonga chiqamiz. Parlament mustaqil bo'ladi, ijroiy hokimiyat mustaqil bo'ladi, sud mustaqil bo'ladi. Korrupsiya jilovlanadi, chunki so'z erkinligi so'zsiz ta'minlanadi. Vijdon erkinligi, e'tiqod erkinligi so'zsiz ta'minlanadi. Mulk daxlsizligi so'zsiz ta'minlanadi. Korrupsiya jilovlanadi. Agar biz shu partiyaga 200, 500, 1 million birlashsak, men aminman, mamlakatimizdagi kuch ishlatar tuzilmalar ham xalq tomoniga o'tadi. Lekin biz 10 ming, 20 ming atrofida bo'lsak, kuch ishlatar tuzilmalar yakka hokimlikka, Mirziyoyevga bitta uning manfaati yo'lida o'sha yoqqa xizmat qilaveradi. Marhamat. Kimda? Yana Uzr, kechirasiz, o'sha bergan ma'lumotlaringizdan yana savol kelib chiqyapti, agarda xo'p desangiz. Xo'p. O'sha aytyapsiz, qanchadir ham sudyadan o'sha bir qanchasi kasbiga xiyonat yoki pora ustida ushlanib, o'sha kasbiga navloyiq deb topilib, ishdan olingan ekan. Shundan kelib chiqib gapiradigan bo'lsak, agarda men o'zimdan kelib chiqadigan bo'lsam, men kasbdoshlarim ichida kimdir o'sha g'ayriqonuniy harakatga yo'l qo'yayotgan bo'lsa, ko'rsam, ko'rmaganlik ko'rsam, o'zim vijdonim oldida o'zimni kechira olmayman yoki nima deydi, noqulay his qilaman. O'ziga ham aytishim mumkin. Nimaga unaqa qilyapsan deb. Agarda sizda ham shunaqa holat bo'lganda, masalan, rektor bo'lib, o'sha universitetda ishlaganman deb, o'sha tarixizni, o'sha biografiyangizni biroz ko'rib chiqdik. O'shanda keltirilgan. Siz ham shunday deb aytgan bo'lardingiz deb o'ylayman. Sizning fikringiz qanaqa? O'sha sheriklari yoki o'sha nima deydi, kasbdoshlariga nisbatan, sen noto'g'ri qilyapsan deb sudyalar yoki o'sha prokuratura xodimlari aytishmaydimi? Sen bizni formamizga dog' yediryapsan qilayotgan harakatlaring bilan deb. Shunday aytish kerak-da, ularning mana siz aytayotganda uka ko'plarini otasi bor yoki otasining amakilari bor, tog'alari bor, ammalari bor, xolalari bor, qizlari bor, kelinlari bor, ayollari bor. Bu davr o'tadi. Kelgusida qanday yashaymiz xalq ichida? Bunaqa siz rahbar bo'lgan organ bunday xalqqa zulm, zo'ravonlik o'tkazaversa, siz rahbar bo'lgan bu sudyalar bunaqa adolatsizlik qilaversa, kelgusida qanday xalq ichida yuramiz? Xalq unutmaydi. Yaxshilikni ham, yomonlikni ham deb aytish kerak. To'g'ri aytdingiz uka. Endi men rektorlik davrimga bir og'iz aytib ketdingiz uka. Mana 42-yilda tug'ilgan, masalan 42-yilda tug'ilgan, Angrenda pedagogika institutini bir vaqtlar rektori bo'lgan, yirik olim, falsafa fanlari doktori. Va aytayin, mana bu Karimov nomiga nihoyatda sharaflab maqolalar yoki mana bunday kitobchalar yozgan odamlar, mana men nomini aytib o'tirmayman, endi noqulay bo'lmasin, ular 42-yil tug'ilganligini aniq bilaman. Shu hisobda 84 yoshga kiribdi, 85 ga. Men shular mana gapir, eshitib turadi, meni odatda aytadi, doim ko'rib turamiz. Qidirnazar rektorlik davrida siz oliy ta'limda inqilob qildingiz deb aytgan bir necha marta orqa varatdan ham eshitganman. Endi uni batafsil o'rni kelganda aytganman, ko'plab gazetalar chop etgan. Turkiston, Chag'anyon, boshqa hokazo degan gazetalar. Men o'shalarni chop etgani uchun o'sha gazetalarni yopib yuborishdi bular ayrimlarini. Endi uka
to'g'ri aytdingiz. O'sha aka, uka, opa, singil, amma, xolalari, tog'alari, qudalari, qaynotalari, qaynilari, umuman ularni aytish kerak-da bularga. Eng ta'sirchan bo'lar edi agar ular aytsa jim turmay. O'sha munosabat bilan aytay, agar mana bular to'playotgan mol-mulk masalasi ham kelgusida albatta ko'riladi. O'sha otalari korrupsiyon yo'l bilan orttirayotgan mulkini bila turib, yoki undan manfaatdor bo'layotgan bo'lsa, uning bola chaqasi, ularni ham javobgarlik masalasi kelgusida qo'yilishi kerak. Albatta, shu otasi tog'i o'sha korrupsiyon yo'l bilan mansabida turib boyliklarni orttirayaptimi, o'sha prokurorimiz, sudimi, shuni bolalari, qizlari, nabiralari qaysi yo'ldan kelayotganligini bilayaptimi yoki bilmasa ham manfaatdor bo'layapmi? U avlodlarini ham kelgusida javobgarlik masalasi albatta qo'yilishi kerak kun tartibiga. Rahmat savolingiz uchun. Kimda yana? Marhamat. Ozgina qo'shimcha qilsam maylimi? Shu hamkasblari, savdoshlari nega indamaydi degan shu yigit savoliga. Chunki ular xuddi o'shalar qatorida. Mana metropolitenda boshlig'i 650 million oylik olar ekan. Uni oilasi biror narsa deydimi? Yoki boshqa bir professorni ishlamasdan turib, leksiya o'qimasdan turib 25 million, 30 million oylik yozib berilib olyapti ular. Ularni tili qisiq bu jamiyatdan, bu boshqaruvdan. Ular hech qachon gapirmaydi. O'shuning uchun ziyoli xalq hozir, hani qo'pol aytganda boshi chotini chekilib ketgan. Chunki ular ishlamasdan, leksiya o'qimasdan, universitetga bormasdan, auditoriyalarda hozir bolalar kelmayapti deydi. Shunday oylik olishyapti. Shunday oylik yozib berilyapti ularga. Men tillarni yer osti, yer usti boylarni u yoqqa tashiraman, sizlar bu yerda budjet pulni sizlar yig'inglar deb xuddi domla o'rayapti. Hammasiga sharoit yaratib berilgan. Ular tili qisiq. Ma'qul bir 5 milliondir, 6 milliondir xalq, lekin 38 milliondan o'shalar yaxshi yashayapti. Bir 15-20%. Chunki hammasiga shunaqa sharoit. Xohlaganingni qil deyapti. Xohlaganingni qil. 685 million oylik olasanmi? Olaver. Metropolitenda supuradigan ayol 1,5 million farrosh oylik olyapti. Mana shuni xalq qattiq qahr bilan duoibat qilgan uchun mana metropoliten kecha yo'qmas tom qulab ketdi. To'g'ri. O'sha 650 emas, 686 million so'm. Qarang. Endi o'sha undan oldin o'sha rahbari qaysi lavozimda bo'lgan? Bilasizlar, ko'pchilik. Mana shunaqa. Ya'ni Mirziyoyevning o'zi hokimiyatga dastlab qanday yo'l bilan keldi? Birinchi rahbar qanday bo'lsa, misol pok bo'lsa, pastdagilari ham pok bo'ladi. Shunga intiladi. Birinchi rahbar qanday bo'lsa, pastdagilari ham xuddi shunday bo'ladi. Birinchi rahbar korrupsionermi? Davlatning muhim lavozimlarini qarindosh urug'iga hal qiluvchi lavozimlarni bo'lib beryapti, taqsimlab. Undan keyingi ijrochilar ham xuddi shu yo'ldan boradi. Shuning uchun mamlakatda bosh-boshliqlik, tuturiqsizlik, qonun ishlamaydi. Lekin masalaning ikkinchi tomoni borki, Mirziyoyevning o'zini ham o'sha hokimlarga hech kim haqqi yo'q muhokama qilishga til tegizolmaydi degan hokimlar ham bilgan ishini qilish orqali Mirziyoyevning obro'yini yerga qanday tekislab olishga xizmat qilyapti. Masalani bu jihati ham bor. Suhbatimizni yakunlaymiz. Bugun mana ikkita mavzu qo'ygan edik. Mirziyoyev murojaat qilayotganlarni birontasini eshitdimi deb. Va ikkinchi mavzu qo'ydikki, mana shu korrupsiyaga qarshi kurashda e'lon qilingan o'sha favqulodda holat, favqulodda kurash natija berdimi deb. Birinchidan Mirziyoyevga murojaat qilganlarni mana aholi ko'rib turibsiz. Murojaat qilayotganlarni ijtimoiy tarmoqlar orqali yig'layapti, tiz cho'kayapti, yolvorayapti.
bunday murojaatlar tagi ko'rinmayapti, mana ko'ryapsiz. Endi mana xalq qabulxonalarini boshlig'ini hamma joyda hokimlarni qo'yibdi. Va ularga o'rinbosar qilib eski bir shunaqa oldin ishlagan hokimlar boshqalardi. Ya'ni shu yakka hokimlikka xizmat qilib kelganlarni o'rinbosar qilib qo'yapti. Hokimni o'zi aytayapti, hech kim muhokama qila olmaydi, hech kim haqqi yo'q. Hokimni muhokama qilgandim, men o'zim qamayman degan holatlar ham bo'lgan. Hokim xalq qabulxonasini boshlig'i bo'lganda nimani hal qilardi? Shuning uchun aziz vatandoshlar, ana shu uchrayotgan haqsizlikka, adolatsizlikdan qutulishlaringizni, xalos bo'lishining yo'li. Mulkingizdan mahrum bo'lyapsiz, uyingizdan mahrum bo'lyapsiz. Uy qurib beraman deb katta mablag'laringizni yig'ib olayotganlaringizni ham hech kim eshitmayapti. Prokuraturaga murojaat qilasizmi, qayerga murojaat qilasiz? Bularning o'zi korrupsiyani yo'l bilan, qonunlarga, konstitutsiyaga xoinlik qilib, xiyonat qilib kelib o'tirganlar bo'lsa, ulardan nima kutasiz? Adolat, haqiqat kutasizmi shulardan? Sizni shu Mirziyoyev eshitadi deb o'ylaysiz. Qaysizda eshitdi 10 yil davomida? Qani bittasi chiqib ayting, men yig'laganimda, yalvordim, boshqa qilganimda, mana eshitdi, meni hal qilib berdi dengchi. Siz uni qiziga yalinasiz, yozayapsiz. Bu qayerdan keldi o'zi? Otasi konstitutsiyaga zid yo'ldan, xoinlik yo'lidan keldi. Uni qiziga yalinyapsiz. Qaysi muammozni hal qilib beryapti? Yalinasiz, yig'laysiz, eshityapsiz sizni. Qani biron marta mana xotin qizlar qancha mardikor hammol bozorlarida turibsiz. Biron marta ichingizda bordimi? Nega bunday ahvolga tushdilaring? Nega hammol mardikor bozorida turibsizlar, yosh go'zal qizlar deb? Lekin ahvolingiz qanday holatda deb bordimi Saida? Birorta bir mardikor bozorida. Ne'matilla bosh prokuror eshitdimi biron marta? Ilgari men bir tanqid qilib chiqqanimda bir ko'rsatdi undan keyin videoda. O'zi u konstitutsiyaga xoinlik qilgan bo'lsa nimani hal qiladi u? Sizni eshitadimi shular? Shuning uchun birdan bir yo'limiz partiyaga birlash. Partiyaga birlashsak ro'yxatdan o'tkazamiz, maydonga chiqamiz, saylovlarda ishtirok etamiz. Ana u yerda raqobat bo'ladi, g'oyalar ichidan tanlaysiz. Olib hokimiyatga keladi siz tanlagan odamlar. Hukumatni tuzib sizga xizmat qiladi. Sudi mustaqil bo'ladi, parlamenti mustaqil bo'ladi. Ijroiya hokimiyati xizmat qiladi. Bular doim almashib turadi. Har 5 yilda siz saylagan odamlar boradi. Bunaqa o'tirib olmaydi. Konstitutsiyani hech kim o'zgartira olmaydi. Qat'iy bir marta xalq mustahkam konstitutsiya qabul qilgandan keyin. Bo'lmasa yig'layverasiz, yalinaverasiz, yolvoraverasiz. Muammosi hech kim sizga haqiqatni bu mamlakatda qaror toptirmaydi. G'aribligingizda kuningiz o'taveradi, yanada qashshoqlashib boraverasiz. Avlodlaringizni hayoti nihoyatda kelajagi istiqboli bo'lmaydi. Shuning uchun yo'l partiyaga birlashish. Qani tuzumni o'zgartirish qonuniy yo'l bilan. Tuzumni o'zgartirish qanday yo'li bor? Inqilob yo'li bor. Qo'zg'olon yo'li bor. Partiya tuzish orqali qonuniy yo'l bilan, nozoravan yo'l bilan xalqning o'sha siyosiy irodasini ustunligi ta'minlanishi yo'li bilan. Endi
erkin yaxshi hayotga erishiladi. Korrupsiya ham bu hukumatning o'zi korrupsiya. Mirziyoyevning o'zi ham mana konstitutsiyaga mana korrupsiya yo'l bilan korrupsiyani konstitutsiyaga xoinlik qilib keldi-yu 16-yilda. Buzdi-yu. Ne'matillasi ham buzdi. Mirziyoyev ham buzdi. Hammasi shunaqa. Siz shulardan nima o'ziga o'zi korrupsiyani tepasida o'zi turibdi-yu. Mana o'sha nepotizm korrupsiyani tarkibiy qismi hisoblanadi. O'sha mansabidan foydalanib o'zining qarindosh urug' tandish bilishiga, bunday boyishiga yo'l ochib, yaxshi lavozimlarda hal qiluvchi muhim lavozimlarni taqsimlab bo'lib beradi. Korrupsiya degani o'zining mansabidan foydalanib, o'sha manfaatini, boylik orttirish, o'zining xususiy tor shaxs manfaatini amalga oshirish. Ya'ni mansabdan foydalanadi. Mirziyoyev ham mansabidan foydalandi. Mana qizini ikkinchi shaxs qilib qo'yibdi. Mana kuyovlari, ikkinchi qizini lavozimlari go'yoki mamlakatda boshqa yo'qda, yana qudalari, jiyanlari hammasini mana shu prezidentlik mansabidan foydalanyapti. Ko'plab qonunlar bor. Mana o'sha mehnat to'g'risidagi qonunlar bor. Ota-bolalar bir-biriga mana shunday bevosita bo'ysunuvchi joylarda lavozimlarda ishlamasligi haqida qonunlar bor. Hatto Sovet davrida hech qachon yo'l qo'yilmagan bunday holatga. Shuning uchun korrupsiya yanada chuqurlashib boraveradi. Chirmovuq bo'lib xalqni mana Mirziyoyevning o'zini iborasi bilan aytganda sarotdan bo'lib hamma jamiyat bu 39 million aholi hozirgi vaqtda mana shunday jamiyatni tanasini qurshab yoki ajriqday chirmovuqday mamday qilib bo'lib jamiyatni hech nafas olishiga ham yo'l qoldirmaydi va halok qiladi. Biz ham erkin bir adolat ta'minlangan, haqiqat bo'lgan bir jamiyatga erishib, shun korrupsiyani jilovlashimiz kerak. Hukumatga, lavozimlarga korrupsiyani yo'l bilan kelmaslik kerak. Mana saylovlarda bilasiz-ku. Mana ayniqsa mana pedagog maktab o'qituvchilari qanaqa xizmat ko'rsatyapsizlar bu saylovlarga? Byulletenlarni nima ishlar qilyapsizlar? Bu siyosiy korrupsiya bor. Mayli u haqida alohida bir mavzu qilarmiz. Shuning uchun shu ikki mavzu qo'ydikki, siz adolatsizlikka uchrab mulkingizdan yoki mahrum bo'lib, mana bugun aytayotgandek 85 yoshli ona uyiga kirolmay o'g'li Mirziyoyevga murojaat qilib yotganday, bunday holatlarga barham topish uchun, chek qo'yish uchun partiyaga birlashishimiz kerak va mana halol erkin saylovlar orqali qonun ustuvorligi bo'lib hech kim u yoki bu shaxsga yalinmaydi, prezidentmi, uning qizimi, bosh prokurormi, yo'q, qonunga murojaat qiladi, sudga murojaat qiladi, masalasi qonun ustuvor bo'lgan mustaqil sudlar tomonidan xolis adolatli hal etiladi. Bu korrupsiya hech qachon yakka hokimlikda barham topmaydi, yanada chuqurlashaveradi. Chunki bu yakka hokimlik tuzumining o'zi korrupsiyaga qurilgan. Poydevoridan to tomigacha bir necha marta aytdim, korrupsiyadan iborat. Korrupsiyani tepasida Mirziyoyevning o'zi turibdi. O'chog'i o'zi. Qanaqasiga o'ziga o'zi qarshi kurashadi. Nima qizi qonunga zid ish qilib qo'ysa uni jazolaydimi yoki qudalari yoki boshqalar? Yo'q. Ular qonunga amal qiladimi? Yo'q. Shuning uchun
Korrupsiyachilar ulanmaydimi? Xalq erkinlikka erishmaydi. Mamlakatda haqiqat bo'lmaydi, adolat bo'lmaydi. Qashshoqlik, kambag'allikka yanada xalq g'ariblashib boraveradi. Muhtojligi yana kuchayib boraveradi. Mamlakat dunyo bo'ylab sochilib ketishi yanada kuchayib boraveradi. Avlodlarning kelajagi nihoyatda xatarli xavf bo'ladi. Ko'plar to'g'ri chiqayapti, mana qattiq og'ir chiqayapti. Mana mamlakatdan yosh yigit qizlarni mana Belorussiyaga, boshqalarga olib borish munosabati bilan chiqayapti. Bu yoqda ichkaridan tashqariga haydayapti, tashqaridan Xitoy kirib kelyapti deyapti. Kelgusida mana eshityapman yigitlarni. Ayollaring xitoyliklarga, qizlaring ana shunday holatga tushadi. Ertanmi? Bu uzoq emas bu ahvolda deyapti. Shuning uchun aziz vatandoshlar, aka-ukalar, opa-singillar, onaxonlar, otaxonlar, yo'limiz bitta. Partiyaga birlash. Birlashmaysizmi? Aholiz yana og'irlashib boraveradi. Mamlakat yana xaroblashib, cho'kib, mumkin mamlakatimizni yo'qotib qo'yishimiz ham hech kam emas. Rahmat. Bugungi muloqotimizga ishtirok etganlarga minnatdormiz. Rahmat.